Yer maktab 3-D sinf. Biz bugun robotexnika darsida ko'z ojizlar uchun ko'zoynak yasadik. Ushbu ko'zoynagimiz ko'z ojizlar uchun mo'ljallangan. Buni taqqan odam yo'ldan chiqqan to'siqni aniqlab beradi va signal beradi. Dugonam ko'rsatgan asosiy moslama ultrasonik sensori va batareya. Bu ko'zoynakni yasashga albatta ustozimiz yordam berdilar. Ko'zoynakni endi sizlar bilan sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Yoqamiz. Bu yerda hech qanaqa to'siq yo'q. Signal bermadi. Bizning tengdoshimiz bizga to'siq bo'lib beradi. Yoqamiz. Ishlayapti. Endi ishlamayapti. Endi ishlayapti. Ko'rdingiz, bu loyihamiz sinovdan o'tdi. Biz bundanda qiziqarli loyihalarni yasashda davom etamiz.